Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Stilchanda bu. Menga shu turbocha stil yo'q. Van Damme stil. Jikchan stil. Oakley. O. Zus. Katta ya, uning iski o'ta katta. Вот. This one, this one, this one, this one, this one. Five piece, bro. How much one piece? Kelishtirib bersin. How brother? 30 selling. 30? Yeah. Oreo. İşte 5 ta bor qo'y, to'g'rimi? Discount. Original emas-ku. Original emas-ku. Uni eski batilla sindirib yuraveramizda. Sindirib yuraveramizda. Lekin qichiq turar ekan, tog'a. Tez turar ekan. Bitta olay, bitta qo'rasida. Normal turar ekan, shoning. Bu kaskadorlar o'xshab turar ekanda. Besh yildan oldim, almashtirib taqavraman. Boyagi hayot anosi bor-ku. Ko'rdim. Boyagi ano bor-ku, to'g'ri? Yotsangiz, tursangiz bir bola bo'lar ekan, bunda qo'lga bunda taqiladi. O qayerda bu? Anaqa molda bor. Molda? Bitta olamizmi? Bitta olamiz. Yaxshi narsami shu? Hamma qilyapti. Hamma qilyapti uni sizga. Pul yo'q aka, pul yo'q. Pul yo'q akajon. Pulimiz yo'q. Pul yo'q, nastroy yo'q. Ana pul yo'q aka. Ana pul yo'q. Qancha bo'ldi, qo'mo? Qancha olma? 25. Ma do'stim. 120. Discount. Oh, aslında yurgana kestana daması. Sen onasını almaya gittin. Oh. No watches, sir. Watches. Watches, you want? Watch'ım bor. Kan kaç var olmuyor öyle ki? Yeah. Oğlum, ot kurtarı. Saat hakikasını hem sor. More watch. Watch bor dostum. Five piece? Yeah. Okay. Şöyle yok. Alisa olayım dedi. Alisa var mı şurada? Alisa ona en sıkı dese qo'shib qo'yadi-ku. Yo'qmi bu yerda? Lekin bu yerga inglizchada tushunsa inglizcha. O'zbekchasi yo'qmi? Voy bilan. O'zbekchasi bo'lmasa men qo'tog'imdan ham gaplasha olmayman bilan. O'zbekchasi yo'q ekan Alisa. Wow, issiqni qara. To'g'ri, bir haftani ichida qancha pul topdi deb o'ylaysiz? Bir hafta stream to'xtamay qildim-ku. Qancha topdi taxmin? Ha? Taxmin qiling-chi. Taxmin. 50 ming. Ha? 50 ming. 50 mingdan ko'p pul topdi. Ha. Bir kunda 6,5 ming, 7 ming, 8 ming, o'sha kuni 12 ming dollar topdi.
bir oy ishlasam bitta gelik olaman, to'g'ri? Gelik olaman onasini sizga bir oy ishlasam. 300 minglar berardi gelik. Ha? Bugun dam, prosta miyaga dam berib, sochlar oldirib, savatcha, achkicha, troscha, mayda chuydacha olib aylangani ko'chaga chiqdik. Mana Madina Zayd shopping. Onangiz. Mana Madina Zayd shopping. Gold Center. G'ish qo'yganmisiz deydi. G'ish ham qo'yganman. Ancha g'ish qo'yganman. Bir kunda 500 ta, 600 ta g'ish qo'yadi ikki kishi. 3 kishi bo'lsa ham 1000 ta qo'yaychidik. Bir dona g'ish o'sha payti 100 so'm edimi, 150 so'm edimi? Onangiz hozir qancha bo'lganmiz? Tog'a g'ish qo'yganmisiz? Ha? G'ish. G'ish, loy g'ish. Qo'lingizga qamoqlaganmiz deb qo'yasiz. Qamagansiz siz? G'ish qo'yib sotaydim. Bitta g'ishni donasi 100 so'm edi, to'g'ri? Hozir bilmayman g'ish qancha bo'lganmisa. Bunday qorong'i bo'lib ketdi. Yo'qinka mana narsalar. Mana switchasi yo'naydi bir vaqtlar. Yo'nmayapti. Yo'qinka switchi. Sigaret chekirdim. Paxta ham terganman. Bir kunda qizil qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bir kunda tog'a onasiga 150 kilo paxta teradi. 150 kilo. Hamma ish qilganman, xudoga shukr, qo'limizdan keladi. Paxta ham terish keladi, hamma narsa keladi qo'limizdan. G'ish terjam keladi, hamma narsa. Patilaya bugundan bo'lay. Bugun shu TikTokga meni kirgizmaylar. TikTokga kirsam shu miyam aynib qoladi, o'rayning bir. Miyalarim achib qoladi TikTokga kirsam. Shu bugundan bo'lay. Hetda kiraman. Baho beryapsiz. Agar qimmatbaho kostyumda, serhasham mashinada kelsam, menga butunlay boshqacha muomala qilardingiz, a? Yo'q, sizni ayblamayman, xonim. Bu dunyoda odamni puli, qimmatbaho libosi, mansabi uchun qadrlashadi. Insoniy fazilatlar esa Bugun ko'chaga chiqdim o'zim. Bir haftadan beri chillada edim. Uydan bir qadam ham chiqqanim yo'q. Og'aynimni ham ko'rmadim, hech kimni ko'rmadim. Bir hafta uyda yotdim. Bir hafta batil qildim. Bugun kichigina dam olaylik. Lirik chekinish qilaylik.